Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kecha menga bitta savol bo'ldi, juda ham ajoyib savol. Davron aka deyishdi, siz bitta narsani mana bunaqa tavsiya qilyapsiz-ku. Boshqa bitta odam xuddi o'sha narsani boshqacha tavsiya qilyapti. Siz ham o'sha inson ham muvaffaqiyatga erishgansizlar, kimni eshitishga hayronman deyilyapti. Savollar ichida men bitta narsaga ahamiyat berdim, muvaffaqiyatga erishgansizlar. Shuning uchun men sizlarni eshitishim kerak degandek yozilganda, nazarimda bu fikrlashishni tagida xato bor. Nimaga? Ya'ni insonni muvaffaqiyatga erishgan yoki erishmaganligidan kelib chiqib, u insonni eshitish kerak emas. U insonni eshitish kerak emas. Bitta narsani tushunishinglar kerak o'zinglar uchun. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar orasida ham, muvaffaqiyatga erisha olmagan insonlar orasida ham ahmoqlar bilan aqllilarning balansi deyarli bir xil. Men muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ham ko'pini taniyman, shaxsan. Muvaffaqiyatga umuman erisha olmagan insonlarni ham ko'pini taniyman. O'sha krugda ham yuraman, bu krugda ham yuraman. Bu insonlar orasida farqi bitta xolos. Muvaffaqiyatga erishgan, bittasi ikkinchi erishmagan. Tamom. Qanaqadir ortiqcha xato qilmaydigan joyi yoki to'g'ri fikrlaydigan joyi bor degani emas. Bunaqa narsa yo'q, shu narsani tushuninglar. Insonni eshitganingizda birinchi o'rinda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu inson nima qilgan, qanaqa ishlar qilgan, qanaqa muvaffaqiyatga va hokazoga emas. U insonning dalillariga. Undan keyin qolganlari rol o'ynashi mumkin. Ya'ni o'sha qaysidir yo'nalishda muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, demak, nimanidir sizdan ko'proq bilishi mumkin shu yo'nalishda. O'shanda ham aniq emas, lekin dalil dalolatlar keltirilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu narsani o'zi inkor qilish juda ham qiyin bo'ladi. Men o'sha savolni eshitganimdan keyin men bitta narsani tushundimki, bizda shaxsparastlik juda ham ko'p ekan, ya'ni rivojlanib ketgan ekan. Ya'ni inson nazarimda shaxsparast bo'lish kerak emas. Shaxsparast bo'lish kerak emas. Ya'ni bitta inson siz uchun avtoritet bo'lishini hisobiga u nima desa ham o'sha narsa to'g'ri bo'lmaydi. Bu holatga meni ham qo'shishim mumkin. Misol uchun, men ayrim shogirdlarim men nima desam o'sha narsani to'g'ri deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Meni gapirilgan gaplarimni ham tekshirish kerak, boshqa insonning gapirgan gaplarini ham prinsipi dalil dalolatlar bilan qabul qilish kerak. Agar siz o'zingiz muvaffaqiyatli inson bo'lsangiz va boshqa odamlarni nimagadir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, o'rgatishdan, gapirishdan oldin yoki o'rgatishdan, gapirishdan keyin dalilini keltirishni o'rganing. Atsilka berishni o'rganing. Dalilni keltirganda siz o'sha dalillarni ham o'zingizni dunyoqarashingizga moslab yoki umuman sizga to'g'ri kelmaydigan dalilni to'g'rilab berish emas. Haqiqiy, mantiqiy to'g'ri bo'lgan dalillarni keltirish kerak, berish kerak, ko'rsatish kerak. Raqamlar bo'ladimi, bu tadqiqotlar bo'ladimi, farqi yo'q. Shuning uchun inson muvaffaqiyatga erishganmi, erishmaganmi, bu уже как бы peshona bo'lishi mumkin, Allohda bo'lishi mumkin. Ko'p faktorlar bor bu yerda. Lekin bitta narsani tushunishinglar kerak. Bitta odamni o'zi uchun kumir qilmay hech qachon u kumir darajasiga olib chiqish kerak emas. Katta ehtimol bilan o'sha kumirlarda ham juda ham katta xato bor. Katta ehtimol bilan o'sha kumirlar ham xato qilishadi, fikrlash jarayonida va hokazo. Men shaxsan muvaffaqiyatga erishmagan insonlar bilan muvaffaqiyatga erishgan insonlar orasida katta farq ko'rmadim. Unaqa katta emas. Unaqa katta emas. Men o'zimni muvaffaqiyatga erishgan deb o'ylamayman. Ba'zilar o'ylaydi. Lekin bitta narsani aniq aytaman, shu 10 yil oldingi yoki 5 yil oldingi davron bilan hozirgi davronni farqi bo'lsa juda ko'p emas. Sal daromadi yaxshiroqdir, sal yaxshiroq, nima deydi, yaxshiroq muhitda hozir yashab turgandir, lekin fikrlash jarayoni, boshqa narsa, kerak bo'lsa u paytda men irodam kuchliroq bo'lgan, kerak bo'lsa u paytda men tirishqoqroq bo'lganman. Shu joylar, ya'ni u insonni o'sha hali pul yo'q, hali hech qanaqa bir ko'rsatkichlar ko'rsatmagan davronni, hozirgi davronda ustun tomonlari ham bor-da. Fikrlash jarayonida bo'lsa, o'zgarishlar borligi tabiiy. Bu bo'lish kerak bo'lgan narsa. Faqatgina o'lgan inson bilan ahmoq o'zini fikrini o'zgartirmaydi xolos. Lyuboy o'z ustida ishlaydigan inson fikr borgan sari o'zgarib boradi. Sizlar agar insonni to'g'ri-noto'g'ri gapirishini muvaffaqiyatga erishgan yoki erishmagan filtrdan o'tkazadigan bo'lsangiz, adashishinglarning ehtimoli katta bo'ladi. Bu filtrni ikkinchi o'ringa qo'yinglar, birinchi o'ringa dalillarni qo'yishni o'rganinglar. Agar haqiqatdan ham bu insonning gapi to'g'ri-noto'g'riligini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda dalillarni olish kerak. Va har doimgidek sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Meni rivojlantiringlar. Paka-paka.